Murabbiy dastlabki mashg'ulotlarni o'zidayoq qo'l ostiga endi kelgan shogirdining qobiliyatini aniqlay oladi va keyinchalik tayyorgarliklar davomida yosh sportchini salohiyatini charxlab, uni katta marralar sari olib chiqadi. Ana shunday professionallar qatorida Oybek Ismoilov ham bor. U suzish bo'yicha ko'plab xalqaro turnirlar g'oliblari va sovrindorlarini tarbiyalagan ustoz. Hozirda suzish bo'yicha milliy terma jamoa yetakchi sportchilaridan hisoblangan. Eldor Usmonovning g'alabalariga ham aynan ushbu murabbiy sababchidir. Eldor Usmonov ayni kunlarda Armeniya davlatida jamoadoshlari bilan o'quv mashg'ulot yig'inlarida bo'lib turibdi. Xorijga yo'l olishdan avval biz sportchimiz bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Ko'plab qit'aviy bellashuvlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan Eldor bolaligini esladi. Ustozi Oybek Ismoilovni qo'l ostiga u 6 yoshida kelgan edi. Suzish sportiga dadam olib kelganlar. 6 yoshimda birinchi bo'lib shu hozirgi murabbiyim Oybek Ismoilovga olib borganlar. Hozirgacha shu murabbiy bilan ishlab kelamiz. Birinchi marta borganimda 6 yosh edim. Shunda trener Oybek aytgan ozgina tengqurlari bilan ko'rinishda kichikroq ekan, shunaqa nimjonroq ekan deganlar. Keyin dadam aytgan shu hali yetib oladi o'zini tengqurlariga. Shundan keyin Oybekka olgan gruppasiga, shundan boshlab hozirgacha birga treninga qilib kelamiz. Boshida qo'rqarman, suvga tushishga ham qo'rqardim. 1-2 oydan keyin suzishni o'rganishni boshlaganman. 6 yoshda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Nima deysiz, hali bola yosh bo'lgani uchun ko'p narsani tushuntirish ozgina qiyin bo'ladi, lekin bizni sportimiz shunaqa sportki, juda yosh sport hisoblanadi. Unda yoshligidan bolani o'rgatib, unga tarbiyalab borish uchun juda katta mashaqqat ketadi. Bizga yoshligidan kelgani bizga juda ham qulayroq. Chempion bo'lib yetirishga yoshligidan mashg'ulot o'tkazishimiz osonroq bo'ladi. Esimda bor, bundan taxminan bir 15 yillarcha oldin xuddi shu sport sayohatimizga otasi yetaklab kelgan. Juda ham kichkina, ozgina nimjonroq bola bo'lgan. Boshida tanlov asosida bo'lgan, unaqa paytlarda biz tanlov asosida bolalarni tanlab olganmiz. Eldorbek dadasi olib kelganda bolangiz ozgina yosh ekan deganman. Keyingi yillarga bir olib kelasizmi, sal katta bo'lib qolsin, keyin sal osonroq bo'ladi deganimda dadasi keyin aytgan, bolam juda ham qobiliyatli, o'zingiz bir ko'ring. Keyin gaplashamiz, agar ma'qul kelsa qoladi, agar ma'qul kelmasa keyingi safarga degan. Shunda bir ko'rganmiz. Bolani birinchi tushishida talant, iqtidori borligini shunda sezganman. Shundan keyin u bola bilan alohida shug'ullanishlarni boshlaganmiz. Shu bilan Eldorbekda keyingi natijalari mehnatning hisobiga, o'zini mahorati, iste'dodini hisobiga ko'tarilib ketgan. İlk medalimni 2015-yil qo'lga kiritganman. O'zbekiston chempionatida. Unda 11 yosh edim. Ikkinchi o'rinni egallaganman. 50 metr butterfly usulida. O'sha paytda musobaqalar viloyatda chempionatlar o'tkazardi. Shunda viloyat chempionatlarida qatnashardi. Viloyat chempionatlarida o'zi yosh bo'lib turib, o'zidan yoshi katta sportchilar bilan bellashardi. Nima desangiz, yosh sportchilar musobaqaga birinchidan qatnashish qiyin bo'ladi. Uni yoshi yetib kelmagan bo'lardi musobaqalar, lekin u yosh bo'lganiga qaramasdan o'zida katta bo'lgan bolalar bilan bahslashib, qatnashib, viloyat respublika miqyosida 7 yoshdan o'tgandan keyin 8 yoshlarda boshlagan. Viloyatda 7 yoshdan boshlagan, respublikada уже 8 yoshidan qatnashishni boshlagan. Yoshligidan beri O'zbekiston chempioni, O'zbekiston sovrindorlari, har bir musobaqalarda juda ko'p medallar. Buni biz hisob kitobiga yetmasdik. Bizda yo'nalish ko'pligi hisobiga bu bolada medallar ko'p bo'lardi. Bir necha bor O'zbekiston chempioni, kubogi egasi, o'zi O'zbekiston rekordchisi bir necha bor. Ana hozirgi kunda 50 metr va 100 metr butterfly usulida Eldorbekga tegishli bo'ladi O'zbekiston rekordi. Bu O'zbekiston 50-100 metrda 2 marta, 3 marta yangiladi. O'zini rekordi bo'lishiga qaramasdan 2 marta, 3 marta yangiladi.
2016-yil O'zbekiston terma jamoasiga qo'shilganman. Shunda yig'inlarga borishni boshlaganman va undan keyin 2017-yilda shu Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida birinchi katta musobaqam bo'lib o'tgan. Natija yomon bo'lmagan. 50 metr va 100 metr butterfly usulida suzganman. Ikkalasida ham finalda suzganman. Xorijdagi birinchi musobaqam 2021-yilda bo'lib o'tgan Abu Dabida. Shu musobaqada 50 va 100 metr butterfly usulida qatnashganman. Natija yomon bo'lmagan va juda katta motivatsiya bergan. Xalqaro musobaqalarda keladigan bo'lsak, Islom birdamlik o'yinlarida Turkiyaning Konya shahrida bitta birinchi, bitta ikkinchi, bitta uchinchi o'rinlarni egallagan. Shundan so'ng Osiyo chempionati Filippin Manila shahrida Osiyo suv sport turlari bo'yicha Osiyo chempionatida 3ta ikkinchi o'rinni egallagan. Xalqaro musobaqalarda ham juda yaxshi natija, jahon reytingi kuchli sportchilar safida bo'lgan. Osiyo o'yinlarida 2023-yilda mana Xitoyda Hanzhouda bo'lib o'tgan musobaqalarda qatnashib o'tdik. Bu yerda ham yaxshi natijalarga erishdik. Kelgusida bundan-da yaxshi natijalarga erishishga harakatidamiz hozir. Sportchi o'ziga ishonchi baland bo'lishi kerak. O'ziga ishonish kerak avvalambor. Juda ham ko'p mehnat qilish kerak, mehnatkash bo'lish kerak. Eldorberda shu fazilatlari bor. U juda ham ko'p mehnatkash va o'ziga ishonchi o'ta kuchli darajada. Va hayotiy, masalan, o'ta kamtar, kamgap. Hozirgi kunda ular o'quv yig'inlarida Armanistonda sihat zo'r tog'li joylarida o'quv yig'in mashg'ulotlari olib borishyapti. Hozirgi kunda ham gaplashib turamiz, tavsiyalar berib turaman va u yerda tayyorgarligidan xabardor bo'lib turamiz, kamchiliklarini aytib turadi. Men ham o'zim maslahatlarimni berib turaman. Tayyorgarliklari hozirgi kunda yaxshi. С Эльдором я познакомился в 2015 году. 2015-yilda Bekobodda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tayotgan vaqtimizda Eldor ham yoshlar orasida ishtirok etgan edi. 2021-yilda ilk bor xorijiy musobaqa doirasida qatnashib muvaffaqiyatga erishgan edi. O'shanda u 17 yosh bo'lib, 2022-yili musobaqalarda O'zbekiston rekordlarini yangilashga muvaffaq bo'ldi. Ko'plab nufuzli musobaqalar shohsupasiga ko'tarilgan va bugun ham bizni yuqori natijalari bilan xursand etishni davom ettiryapti. Parij Olimpiadasiga litsenziya olishiga ozgina omad yetishmadi. Ishonamanki, Los Angeles Olimpiadasining yo'llanmalarini albatta qo'lga kiritib, yurtimiz sha'nini munosib himoya qiladi. Xalqaro tayyorgarlik yoki musobaqalarda ishtiroklari tufayli sportchilar yaqinlari bilan birga kam vaqt o'tkazishadi. Eldor esa o'qishi sabab ham deyarli O'zbekistonda bo'lmaydi. Yaqinda tashkil qilingan Markaziy Osiyo ochiq chempionati doirasida Usmonov muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy oldi. Ayni shu nufuzli bellashuvlar sabab O'zbekistonga kelgan sportchimiz oilasi bilan uchrashdi. So'ng esa xalqaro yig'inga uchib ketdi. Amerikadan uchib kelgandan keyin uyga borishga ham vaqt bo'lmadi. Chunki bizda Markaziy Osiyo chempionati bo'lib o'tdi va undan keyin esa uyga borib kelishga shu 4 kun vaqt bor edi. Shu 4 kunga uyga borib keldim. Hozirgacha shu qo'llab-quvvatlab kelishadi. Sog'inganda shu telefon orqali gaplashamiz uydagilar bilan. Doim duodalar, hammasi duoda qilib turishadi. Seziladi, uydagilarning duosi shu qandaydir bir motivatsiya beradi. Qo'llab-quvvatlashni sezib turaman. Startdan oldin gaplashishni yomon ko'raman. Ko'proq shu startdan keyin telefon qilib, xabar olib, shunaqa qilishni yaxshi ko'raman. Doim kuzatib borishadi, so'rashadi uydagilar shu qayerdan topsak bo'ladi, qayerdan ko'rsak bo'ladi. Hozirgi kunda Amerikada shu Janubiy Karolina shtatida universitetda o'qiyman va shu universitetning klubida trenovka qilib boryapman. Shu bilan birgalikda ham O'zbekiston terma jamoasida a'zosiman. Oldinda hali juda katta maqsadlar bor. Bulardan biri shu yil bo'lib o'tadigan yozgi universiada bo'lib o'tadi.
Undan keyin esa jahon chempionati bor. Xudo xolasa shu ikkita musobaqada yaxshi natija qayd etishga harakat qilamiz. Suzish sport turi yurtimizning ko'p hududlarida rivojlanib, bugunda joylarda sport infratuzilmasi takomillashtirilmoqda. Andijonda ham chempionlarni tarbiyalashda o'z an'analari bor. Andijon viloyatida o'zi oldindan suzish sport turi juda rivojlanib kelgan va hozirgi kunda ham to'xtab qolgani yo'q. O'sib boryapti. Yangi yosh sportsmenlar chiqib borish davom etyapti. Hozirgi kunda biz sportsmenlar uchun juda katta sharoitlar yaratilyapti. Shu Suv sport federatsiyasi tomonidan, Olimpiya qo'mitasi tomonidan juda katta e'tibor bor biz sportsmenlarga. Suzish bo'yicha yoshlar terma jamoasiga ko'plab iqtidorli atletlar jalb qilingan. Ular orasida ko'rsatuvimiz qahramoni Eldor Usmonovga o'xshashni xohlagan sportchilar ham bor. Biz Eldor aka bilan bitta viloyatdamiz, Andijondan. Eldor aka Andijonda ham yaxshi katta yutuqlarga erishgan. Shu terma jamoada ham katta yutuqlarga erishgan. Eldor aka hozirda Amerikada mashg'ulotda shug'ullanadi. Albatta ular oldilariga katta maqsadlar qo'ygan. Biz ham Eldor akaga o'xshab shunaqa katta yutuqlarga erishishni xohlaymiz. Eldor aka yaxshi sportchi, terma jamoamizning yetakchi, eng zo'r sportchilardan biri. O'sha Amerikada triumfga qiladilar hozirgi kunlarda. Mana yaqinda may oyida bo'lib o'tgan Osiyo musobaqasida O'zbekiston rekordini yana bir bor yangiladilar, o'zlarining rekordlarini. Ijtimoiy tarmoqlarda albatta kuzatib boramiz. Biz ham u kishidek yuqori natijalarga erishishni juda ham xohlaymiz. Biz ham shu xalqaro musobaqalarda ularga o'xshab O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarishni istab qolamiz. Hozirda Olimpiya mavsumi bizda start olgan. U kishiga Olimpiya mavsumlarida omad tilab qolamiz. Iloyim shu litsenziyalarga erishsinlar. Eldorning faoliyatida murabbiyning o'rni beqiyos albatta. So'nggi yil davomida qahramonimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil oladi va xorijiy universitetning sport klubi tarkibida mahoratini charxlab kelmoqda. Shunday bo'lsa-da, hozirda Andijonda ishlayotgan murabbiyi bilan u doimiy ravishda aloqada. Hozirda Andijon bolalar sport va ixtisoslashtirilgan maktabda ishlaydi. Hozirgi yutuqlarimdan juda xursand. Kerak paytda mehribon, kerak paytda qattiqqo'l. Shuncha yil qilgan mehnatimizni natijasi deb o'ylayman. Minnatdorchilik bildiraman murabbiyimga, Oybek akaga. Shu yoshligimdan tayyorlab musobaqalarga olib kelayotgani uchun. Yaqindagina o'zi bilan gaplashdim. Eng katta motivatsiya bu Olimpiya o'yinlarida oltin medal olish. Hozirgi kunda mana oldinga ancha siljish bo'ldi. Rekordlar yangilayapti, o'zini natijalarini, yana ham vaqtlarini yangilayapti. U bunga zavq bag'ishlayapti. Bizda suzuvchilarda shunaqa narsa borki, odam o'zini o'sayotganini bilsa, odam zavqlanadi. Bu shu natijalardan o'zi zavqlanyapti. Shu narsani hozir tilab qolamizki, bundan da yaxshiroq natijalarga erishishini, bundan da yaxshiroq zavqlanishini tilab qolamiz. Aytish joiz, O'zbekiston Aquatics Federatsiyasi bugungi kunda sportchilarimiz uchun zarur sharoitlarni yaratib beryapti. 26-iyun kuniga qadar Saqqatzorda o'tkaziladigan o'quv mashg'ulot yig'ini, Germaniyada bo'lib o'tadigan yozgi universiada hamda Singapurda tashkil qilinadigan suv sporti bo'yicha jahon chempionati oldidan tayyorgarlik vazifasini o'taydi. Eldor 5 nafar jamoadoshlari bilan faol mashg'ulotlarga kirishgan. Hozirgi kunda suzish sportida o'zgarish juda katta. 2022-yildan birinchi musobaqamiz shu Islom birdamlik o'yinlarida yaxshi natija qayd etganmiz. Undan keyin esa 2023-yil Osiyo o'yinlariga borganmiz suzishdan. Natijalar yomon bo'lmagan. Hozirgacha o'sib boryapti hammasi. O'zimning asosiy yo'nalishim bu butterfly usuli, 50 metr va 100 metr usulida.
Kelajakda shu masofalarda olimpiada normativini bajarib, olimpiadada ishtirok etmoqchiman. Suzishda bizda 50 metr va 100 metr butterfly hozir olimpiadaga qo'shilgan, 50 metr ham qo'shildi, 100 metr oldin bor edi. Shu masofalarda o'zini normativi bor. Shu kerakli normativga suzsangiz, olimpiada litsenziyasini sizga berishadi. Hozirda maqsadim Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan olimpiada. Shu olimpiadaga xudo xolasa 2 ta litsenziyaga harakat qilyapmiz. Medallar ortida juda katta mehnat yotadi va bu mehnatni yillar davomida qilib kelish kerak. Bu medallar ortida albatta juda ko'p mehnat yotadi. Uzoq qilingan mehnat yotadi. Eldorbek kuniga 2 mahal o'sha mashg'ulotlar olib boramiz. Undan tashqari o'zini kun tartibiga amal qilgan holatda 2 mahal mashg'ulotlar, suvda 2 mahal, 1 mahal quruqlikda mashg'ulotlar o'tiladi. Mehnatni orqasidan o'zini rivojlantirish ustida ham ishlaydi. O'qishlarini, imtihonlarini, barcha narsalarini o'z joyiga qo'yadi. Sportchi bo'lishiga qaramasdan u o'qishiga ham, ilm olishiga ham juda ko'p e'tibor beradi. Hozirgi yosh sportchilar, yangi kelgan yosh yigit, yosh qiz, o'g'il bolalarimizga faqat oldinga harakat qilishini, mehnat qilishini, o'z ustida ishlashini, nima bo'lgan taqdirda ham faqat oldinga harakat qilib, to'xtamasligini men bolalarga tavsiya berardim. Muntazam mashg'ulotlarda mahoratini charxlab boradigan qahramonimiz o'z ustida tinimsiz ishlaydi. Ma'lumki, suzish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari termasi dunyoda yetakchilar qatoriga kiradi. Va Eldor Usmonov shug'ullanadigan sport klubda ham sportchilar juda mahoratli va kuchli atletlardan hisoblanishadi. Bunday raqobat va tajriba yurtdoshimizga albatta kerak edi. Hozirgi kunda shu amerikalik murabbiylarim bilan ko'pincha shu texnikani to'g'irlash va chidamlilikni oshirish uchun mashg'ulotlar olib boryapmiz. U yerdagi mashg'ulotlar juda tartibli qo'yilgan, bizga talab juda qattiq qo'yiladi. Hozirgi kunda shu universitet sport klubi bilan yaxshi natijalarga erishyapman va bizning universitet shu Amerikada top 20 talikda kiradi. Hozircha yana o'sishga davom etyapmiz. O'ylashimcha aynan shu tajriba yetishmayotgan edi. Shogirdlarimga albatta eng oliy maqsadimiz bu Olimpiya o'yinlarida oltin medal olish. Maqsadimiz shu. Va yurtimiz bayrog'ini yanada baland ko'tarish. Avvalo sog'lik omonlik tilayman har doim. Yurtga, ota-onasiga foydasi tegadigan insonlardan bo'lishini doim so'rab duo qilaman. Сейчас же он тренируется в США, готовится в американском клубе. Amerikadagi sport klubida Eldor o'ziga munosib juda kuchli raqiblar bilan tayyorgarlik olib boradi va bellashadi. Unga bunday tajriba kelajak uchun juda kerak edi. Iqtidorli sportchi so'nggi vaqtda, ayniqsa Eldorning ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'sishni boshladi. Men yuqori natijalarga erishish uchun qanday ishlashni, nimalarga ahamiyat qaratishimni tushundim, dedi bizga yaqinda u. Bu yil bir qator nufuzli musobaqalarda ishtirok etishi ko'zda tutilgan. U iste'dodli, omadli va tajribali sportchi. Albatta, kelgusi turnirlarda munosib qatnashishiga ishonaman. Bugun Eldor va uning jamoadoshlari oldida katta maqsadlar bor. Sportchilarimiz astoydil o'z ustilarida ishlab, yangi g'alabalar sari harakatlanib kelishmoqda. Umid qilamizki, ushbu Olimpiya siklida Usmonov orzusini albatta amalga oshiradi va Los-Anjeles 2028 o'yinlarining litsenziyalariga ega chiqib, o'z kolleksiyasini Olimpiada medallari bilan to'ldirishga muvaffaq bo'ladi.